Chin dildan musulmon inqirozga duch kelganda to'xtash kerak. Qiyinchilikda biz to'xtaymiz. Qalam va qog'oz bilan yozishimiz kerak. Sababi nima? Odatda sabab Allohning yo'lidan, Alloh taoloning yo'lidan adashishdir. Shunday qilib inson o'z yo'lini to'g'rilashi kerak. Payg'ambar Muhammad SAW uchun kechirim so'rash va ibodat qilish har qanday qiyinchilikni yengillashtirish uchun juda muhimdir. Aslida payg'ambarimiz Muhammad SAW aytadilar, kim kechirim so'rashda davom etsa, Alloh uni har qanday tashvishdan xalos qiladi va har qanday qiyinchilikdan chiqish yo'lini beradi. Va unga o'zi kutmagan joydan rizq beradi. Nega kechirim so'rash qiyinchilikni yengillashtiradi? Chunki gunohlar qiyinchilikning sababidir. Alloh taolo esa kechirim so'raydigan bandalarni yaxshi ko'radi va gunohni kechiradi. Shuning uchun ko'p kechirim so'raydigan odamning barcha tashvishlari inshaalloh yengillashadi. Va payg'ambar Muhammadga salovat aytish eng muhim narsadir. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam kim menga bir marta salovat aytsa, Alloh unga shu tufayli 10 marta salovat aytadi dedilar. Ya'ni siz ey Alloh, payg'ambarimiz Muhammadga, uning oilasi va sahobalariga salom yo'llasin deganingizda, Alloh sizga 10 marta salom yo'llasin. U nimani anglatadi? Bu sizga 10 ta rahm shafqat yog'ilishini anglatadi.